bitta kitobda o'qidimda yaqinda. Odamlarni bir xarakteri bor ekan, shunaqangi bir odamni ikkinchi odamni undan o'zib ketishini qalbida xohlamas ekan. Tilda aytishi mumkin, lekin dilida boshqa bo'lar ekan. Lekin bitta kategoriya insonlar bor, faqatgina ota-ona o'zini farzandini undan-da o'zib ketishini qalbida xohlaydigan odam shu faqat ota-ona bo'lar ekan. Sizlar ham agar farzandinglarni o'zingizlardan ham zo'r bo'lib ketishini xohlasanglar, men endi o'tgan yili o'zim o'g'limni shu Ixlos maktabiga berdim. O'qishlari o'zgardi. Menga eng yoqqan tomoni, to'g'ri, hozir o'qishlar juda ko'p, xususiy maktablar. Lekin Ixlos School'da farzandinglarni faqat o'qishiga emas, ularni tarbiyasiga ham chuqur alohida e'tibor berishar ekan. Hozircha Toshkentda ikkita lokatsiya, bittasi Sampida, bittasi Nozida. Internetga yozsanglar hozir oson-ku qidirib topib olish. Shunda ham bir nomerni tashlab qo'yaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Hozir naborlar boshlangan, menimcha joylar bo'lsa kerak. Ozgina qoldi o'qish boshlanishiga. Bilasizlar, men sizlarga har doim yaxshi narsalarni tavsiya berib yurganman. Sog' bo'lasizlar.